Eng mashhur 5 ta qo'rqinchli o'yinchoqlar haqida eshitganmisiz? Birinchisi Snack Time Kid nomli qo'g'irchoq. Bu qo'g'irchoq og'ziga nima solsa yeb qo'yadi. Muammo shundaki, juda ko'pchilik bolalarni barmoqlarini va sochlarini yutib yuborgan. Uni kuchli chaynov mexanizmi mukammal tarzda ishlaydi va farzandingiz og'ziga nima solsa, u to'liq yeb bo'lmaguncha to'xtamaydi. Keyingisi Roller Blade Barbie. Bu Barbie qo'g'irchog'ini kanki roliklarda balonchalarining chaqnab va yaltirab turuvchi effektlari bo'lgan. Bolalar uni tez yonuvchi joylarda yurg'izishgan va natijada olov chiqishi mumkin bo'lgan holatlar kuzatilgan. Uchinchisi CSI Fingerprint Kit, ya'ni barmoq izlarini topish o'yinchog'i. Bu o'yinchoq orqali bolalar CSI serialidagi tergovchilar kabi barmoq izlarini aniqlashni o'rganishi mumkin bo'lgan. Olib borilgan tadqiqotlar aniqladiki, bu to'plamdagi chang materiali tarkibida 7% tremolit moddasi bo'lgan. Tremolit o'ta xavfli saraton kasalligini keltirib chiqaruvchi xavfli mineralning turlaridan biri hisoblanadi. Eng o'yinchoq bu Lavin Darts. Ushbu o'yinchoq o'ta xavfli va uchli metal o'qlardan tashkil topgan. Statistika bo'yicha ushbu o'yinchoq tomonidan AQShda 6100 dan ortiq jarohatlar qayd etilgan. Va nihoyat Aquadots. Bu o'yinchoq orqali bolalar rang-barang toshchalarni san'at asaridek mozaika ko'rinishida joylashtirishi mumkin. Lekin bu toshchalar nafaqat kichik va osongina yutiladigan darajada xavfli bo'lgan, balki ularning yopishtiruvchi moddadan inson salomatligi uchun nihoyatda zararli, hatto jinsiy zo'ravonlikda ishlatiladigan doriga o'xshash kimyoviy moddalar aniqlangan. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'lishni unutmang.